Xo'p, ushbu darsimizda Odoo tizimida qanaqa produkt qo'shishimizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun keling biz sotuvlar qismiga o'tamiz va mahsulotlar qismiga o'tib olamiz va new tugmasi, ya'ni yangi tugmasini bosamiz va bizda turli xil optionlar bo'ladi. Biz sotiladigan mahsulot, ya'ni biz sotib foyda ko'radigan mahsulot nomini kiritamiz. Misol uchun stul. Biz sotamiz va bu opsiyalarga e'tibor berishimiz kerak. Biz faqat stulni sotamiz. Sotib olmaymiz ham, xarajatlarimiz uchun ishlatmaymiz bu narsani. Bizda bu mahsulot turi tovar, xizmat emas yoki kombo tovar emas. Hisob faktura yetkazib berilganlarga emas, buyurtma qilingan miqdorlarga ishlaydi va inventarizatsiyani kuzatib borishni belgilab qo'yamiz. Ya'ni bizda наличиеda nechta bor yoki yo'qligini har doim ko'rib turishimiz uchun bo'ladi. Xo'p, bizda umumiy ma'lumotlarni o'ng qismida bizda sotish narxi kiritiladi. Donagami unitga belgilanadi. Soliq, agar sotuvda bizda soliq bo'lsa qanday. Себестоимость bor. Bu qismiga ilojisi boricha tegmagan ma'qul. Keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Spetsifikatsiya qilganimizda bizda ketkazilgan xarajatlarga qarab turib себестоимость hisoblanadi. Kategoriyasi. Ya'ni bizda bir nechta kategoriyalar bor. Ya'ni finished good, chair, ya'ni chara nafasda belgilangan. Bizda kategoriya belgilandi. Hop, shtrix kod agar bo'lsa belgilashimiz mumkin va kompaniyalar uchun visibility, ya'ni qaysi kompaniyadan maqoladi bu tovar. Biz ikkala kompaniyadagi ko'rinishini saqlab qolamiz va bizda keyingi tabda atributlar, ya'ni bu stulni bizda bir necha xil razmeri bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam bir necha xil uslubda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qaysi tur qismida qandaydir boshqacha variantlar bo'lishi mumkin. Ya'ni uni oyog'i boshqacha bo'lishi mumkin. O'sha vaqtlarda biz atribut qo'shamiz. Ya'ni bitta misol sifatida ko'rsatib beraman. Atribut rangiga, misol uchun rangi qorasi bor, bizda qizili bor, ko'ki bor, siyoh rangi bor, xuddi shunaqa. Ya'ni biz stulni sotmoqchi bo'lganimizda rangidan tanlab olamiz. Qora, qizil, ko'k yoki siyoh rang. Xo'p, sotuv qismida bu asosan veb-saytda ko'rinadigan va tijorat taklifida ko'rinadigan qismi hisoblanadi. Ya'ni biz qaysi veb-saytda publish qilishimizni, ya'ni bu stulni va tag qo'shishimiz mumkin. Publish qilib qo'yamiz va veb-saytda ketma-ketligini qo'yishimiz mumkin. Veb-sayt kategoriyasi. Xo'p, stokda bo'lmagan paytda ham sotmaslik, ya'ni bu hammasi veb-saytda sotuv bilan bog'liq. Va pastki qismda bu bizda veb-saytda ko'rinib turadigan ushbu mahsulotning tavsif qismi hisoblanadi va iqtibos tavsifi qismida bu bizda tijorat taklifida ketadigan ushbu mahsulotning tavsifi hisoblanadi. Xo'p, narxlar qismiga o'tadigan bo'lsak, bizda price listlarni belgilasak bo'ladi bu yerda. Ya'ni qanaqa? Biz tovarni bitta sotganda $20 sotishimiz mumkin, bir donadan sotganimizda va uni 5 donadan sotganda $19 dan sotishimiz mumkin. Va xuddi shunday holatda biz mahsulotni sotishimizdagi price listlarni kiritib chiqamiz. Inventarizatsiya qismiga o'tamiz. Bizda har doim replenish on order MTO da yoqiq turadi. Biz og'irligini, mahsulotni balandligini va uni boshqa kerakli ma'lumotlarni kiritib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Buxgalteriya hisobi qismi deyarli to'ldirilmaydi, chunki biz mahsulot kategoriyasidan qaysi shotdan kirim bo'lishini va qaysi shotdan chiqim bo'lishini belgilaganmiz ushbu mahsulotga. Va shu bilan mahsulotimiz yaratildi va yuqori qismida e'tibor berasizlar. Veb-saytda agar publish bo'lsa, bu yashil rangda yonib turadi, qizil emas. Variantlar, ya'ni bizda 4 xil variant bor. Ya'ni qora, qizil, ko'k, siyoh rang degani. Va bizni hozirgi
наличиеda bor son 0 ta. Materiallar ro'yxati bu spetsifikatsiya hisoblanadi, ya'ni hali ishlab chiqarish uchun spetsifikatsiya qilinmagan. Va bu stulga tegishli bo'lgan hujjatlar, sotilganlar soni, ekolar va bir qancha kerakli bizda opsiyalar bor. Shu bilan darsimiz yakunlandi. Rahmat.